Azizlar, bahor oyining birinchi oylarida sotuvlarimiz to'xtamayapti. Mana skuterga yuklab berdik. S3 modelimizdan bu 500 kilovatlik deyarli prava talab qiladi-yu, minibus bo'laveradigan holatdagi skuterimiz. Hajmi katta emas, kichkinagina 5 ta akkumulyatorlik. Uzoqlik masofa yurishi Xudo xohlasa 60 kilometrda yuradi. Sog' salomat bo'lasizlar. Mana Labo'ga yuklab berib oldik. Bugun yomg'ir yog'ishi munosabati bilan skuterlar tashqariga olib chiqmadik. Mashinalarga elaydik, lekin savdo bo'ldi. Xudo xohlasa savdolarimiz yaxshi bo'lyapti. Telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar bemalol. Vodiy bo'ylab Namangan, Farg'ona, Marg'ilonda filiallarimiz bor. 3 g'ildiraylik, 2 g'ildiraylik katta Muraviy skuterlarimizgacha mavjud. Samokatlarimiz ham. Xohlasanglar shu raqamlarga telefon qilinglar, xohlasanglar ekrandagi alohida chiqib turgan raqamlarga telefon qilsanglar, tent zontiklarigacha bor, hammasidan mavjud. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Sog' salomat bo'lasizlar.